Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan O'zbekiston temir yo'llariga yangi kirib kelgan O'z-12 rusumli elektrovozlarni qanday to'g'ri zapis qilish kerak ekanligini ko'rsatib beramiz. Biz zapis qilishimiz, elektrovozni zapis qilish uchun kerakli qurilmalarimizni olamiz. Kalitimizni pult upravleniyaga joyiga qo'yamiz va blokatsiya kontrolni ham joyiga qo'yamiz. Va zapis qilishimiz kerakligi uchun biz akkumulyator batareyadan yoqishni boshlaymiz. Elektrovozni yoqish uchun mashina bo'limiga kirganimizdan keyin akkumulyator shkafida joylashgan elektrovozni yoqish qurilmalarini birin-ketin yoqishni boshlaymiz. Elektrovozni yoqish uchun asosiy akkumulyator batareyalarini qo'shish uchun avtomatlar joylashgan. Bu avtomatlarni birin-ketin yoqishni boshlaymiz. Va bu avtomatlarni yoqqanimizdan keyin kalit to'g'ri holatda turganligiga ishonch hosil qilganimizdan keyin asosiy elektrovozni yoqish paketligini buramiz. Va elektrovozimiz yonadi. Yongandan keyin, zapis bo'lgandan keyin elektrovoz o'zini o'zi test qilib, miyasi ishlashni boshlaydi. Va xuddi shunday ushbu jarayon narigi seksiyada ham, narigi kabinada ham davom etadi. Ikkinchi o'chiq bo'lgan seksiyamizni ham xuddi shu holatda avtomatlardan boshlab akkumulyator batareyaniki birin-ketin yoqishni boshlaymiz. Va kalitlarimiz to'g'ri holatdagi ishonch hosil qilganimizdan keyin bunisi kabinamiz ham zapis bo'ldi. Elektrovozni akkumulyator batareya qo'shilgandan keyin tormoz shkafida joylashgan tok qabul qilgich paneliga kelib, tok qabul qilgich kalitini ochamiz va kranlarni ham ochamiz. Xuddi shu holatni narigi seksiyamizda ham amalga oshiramiz. Ushbu holat bunisi kabinamizda ham, bunisi seksiyamizda ham xuddi shu ishlar bajariladi. Va manometrda havo bosimligi yetarli darajadagi ekanligiga ishonch hosil qilganimizdan keyin yurgizishga, shoxlarni ko'tarishga va zapis qilishga boramiz. Elektrovozni zapis qilish uchun kerakli moslamalarni yoqib oldik. Endi elektrovozimizni zapis qilamiz. Elektrovozni zapis qilish uchun kalitni ochamiz va pult upravleniyadagi blokda turgan knopkalarni blokdan chiqaramiz. Chiqarganimizdan keyin tok qabul qilgichni ko'tarish knopkasini bosamiz. Va monitorda tok qabul qilgich ko'tarilganligi belgisi chiqadi. Tok qabul qilgich ko'tarilgandan so'ng monitorda kontakt tarmog'ida kuchlanish bor qancha ekanligi ko'rsatib turadi. Takapriyomnik ko'tarilganligiga ham monitorda ham o'zimiz ko'rib ishonch hosil qilganimizdan so'ng asosiy o'chirib yoqilgan включательni qo'shamiz. Elektrovozni zapis qilish uchun ushbu ishlarni bajardik va elektrovozimiz zapis bo'ldi.